Assalomu alaykum qadrdonlar. Xo'p, bizda Art Study o'quv markazimizda dizayn kursimizda o'qiyotgan talabamizning natijalarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, biz 23-darsga kelganmiz. 23-darsda mana shunaqa holatga keltirib yasashdi hozircha. Ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zimiz qanaqa uslubda ishlaydigan bo'lsak, xuddi o'shunaqa uslubda, xuddi o'shunaqa kачествоda talabalarimiz ishlab chiqishyapti. Pastda planlarni misol uchun qo'yib olib, fasadlarni tushirib, real o'zimiz qanaqa ishlaydigan bo'lsak, xuddi o'shunaqa ketma-ketlikda o'rgatib boryapmiz. Tartib bilan sloylab, shu gruppalarga solib, mana tom chizmalari, ikkinchi qavat chizmalari, har bittasini o'zimiz ishlaydigan uslubda o'rgatib boryapmiz. Dizayn kursimizda asosan 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Boshida kichkinagina skromliroq uycha ko'rsatiladi. Undan keyin ikkinchi bosqichda xuddi mana shunaqa bitta uchastkani polni tugatib, render qilib Photoshop qilishlar o'rgatiladi. Xo'p, 3-chi qismda bo'lsa interyer dizayn o'rgatiladi. Interyerda ham polni xuddi mana shunga o'xshab, o'zimiz ishlaydigan uslubda, o'zimiz ishlaydigan kачествоda o'rgatib, tushuntirib boriladi. Kurslarimizga yozdirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda shu telefon nomerlari qoldiriladi, aloqaga chiqsangiz bo'ladi.